Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiyada Sadaqacı Ruz, Washington'da sözleyimiz. Bugün Çiğsağ, 2022 yıl 1. ayının 14. günü hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyetin aytqanda bir cümle söz, biz emas, siz emas. Xitoyning Doviy torbiti o'zi ixro qilib, Qozog'iston voqealari portlagandan keyingi mushu 10 kun ichida Jungoning O'rta Osiyo yoki O'rta Osiyoning Qozog'iston o'lkasiga qaratgan siyosatining mag'lub bo'lganligini e'tirof qildi. Tushunamsiz vatandosh? Doviy torbiti e'tirof qildi. Bugün biz bunu bir vaziyet dedik, muşu vaziyet doğrusu da vatandaşlarga leksiya sözleyimiz hürmetli vatandaşı. Leksiya mundaq. Rusya, Qozog'istonda yuz bergan siyosiy davolg'ush orqali g'alaba qilgan davlatga aylandi. Jungoning manfaati ko'p tarafli xiristog'i duch keldi. Mavzuda xabar 1. ayning 14. kuni Doviy torbiti e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Bu xabardan faqat bir abzasini misol keltiramiz. Qozog'istonda siyosiy davolg'ush yuz berdi. Rossiya mustaqil davlatlar, ya'ni kollektiv qo'g'dinish tashkilotining rahbarligi ostida qo'l silib, Qozog'istonning prezidenti To'qayevga yordam qilib, siyosiy qo'zg'olonni bostirib, bu voqeada umum e'tirof qilgan g'alaba qilg'uchi davlatga aylandi. Bu harakat Rossiyaning bir oylik rahbarlik kuchini yana bir qatim gavdalantirib qolmay, Rossiyaning Nazarbayev davridagi, Qozog'istonning sobiq prezidenti Nazarbayev davridagi cho'ng davlatlar o'rtasidagi tangponlikni o'zgartib o'tdi. Bu voqea Jungoning Qozog'istondagi manfaatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Birinchi, nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatgan xiraz shu bo'ldiki, huquqning almashganligi Jungo Qozog'iston munosabatiga hamda Jungoning Qozog'istonga mablag' solish manfaatiga xiraz olib keldi. Jungo ko'rsatgan ikkinchi cho'ng xiraz shu bo'ldiki, Jungoga ko'rsatgan ikkinchi cho'ng xiraz shu bo'ldiki, bir yo'l, bir balvoq siyosiy tashabbusiga ta'sir ko'rsatdi. Qozog'iston Jungoning strategik siyosatining muhim nuqtasi edi. Uchinchi, Jungoga ko'rsatgan eng zo'r xiraz shu bo'ldiki, Jungo rahbarligidagi Shanxay hamkorlik tashkiloti, O'rta Osiyo ishlari Rossiya rahbarligidagi kollektiv qo'g'dinish tashkiloti va Yevroosiyo ittifoqi tarafidan chetga qo'yib o'tildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti bu qatim Qozog'istondagi namoyish orqali Rossiya va kollektiv qo'g'dinish tashkiloti tarafidan O'rta Osiyoda chetga qo'yib o'tildi vatandoshlar. Soğuk munosabatlar urush oxirlashgandan keyin O'rta Osiyoda paydo bo'lgan kuch iqtidori boshlig'ida Jungolar Rossiya ayrim holda Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan kollektiv bexatarlik tashkiloti qurib, xalqaro tartib tiklagan edi. Rossiya azaldan O'rta Osiyoni Rossiyaning orqa o'ylisi deb qaraydi. Shanxay hamkorlik tashkiloti izchil ko'ngil bo'lmay kelgan Rossiya. Shanxay hamkorlik tashkilotining bir iqtisodiy tashkilot bo'lishini, siyosiy tashkilot bo'lib qolmasligini ko'zlaydi Rossiya. Bu qatam Qozog'istonda yuz bergan namoyishdan keyin Shanxay hamkorlik tashkiloti Qozog'istonga yordam berish talab tashabbuskorlik bilan o'ttirib qo'ydi.
Cungo Tashqi ishlar ministrligimiz Shanxay hamkorlik tashkilotining rolini joriy qildirishni xohlaydiganligini bildirdi. Lekin Rossiya Cungo va Cungoning Shanxay hamkorlik tashkilotidan butunlay aylanib o'tib, bu rayonda, ya'ni O'rta Osiyo rayonida o'z oldiga harakat qilishga bo'lmaydi deydigan Shanxay hamkorlik tashkilotining nizomnomasiga xiloflik qilib, asosida o'rtaq tonishqa izlandi. Asosida o'rtaq tonishqa izlanmadi. Yani Shanxay hamkorlik tashkilotining nizomnomasi qoidalari asosida o'rtaq tonishqa izlanmadi. Agar kelgusida kollektiv bexatarlik tashkilotining harbiy siyosiy ittifoq texmi amaliylashidigan bo'lsa, Shanxay hamkorlik tashkilotining O'rta Osiyoda ta'sir ko'rsatishi va rol o'ynashi texmi qiyinga to'xtaydi. Nima deymiz endi? Xayr xo'sh. Shanxay hamkorlik tashkiloti Qozoq xalqi badal to'liding. Axiri O'rta Osiyoning siyosiy vaziyatini o'zgartib o'tgan qozoq xalqi. Rahmat sana. To'lagan badallaringga Alloh rahmat qilsin. Alloh yor bo'lsin. Qozoq xalqi.